Assalomu alaykum hammaga, hurmatli do'stlar, aziz obunachilarimiz. Barchalaringizni mana bugun G'alaba bayrami 9-may bilan tabriklayman. Bugun o'zim ham Volgogradda Mamayev qo'rg'onga bordim. Va mana shu jonli efirda to'g'ridan to'g'ri Mamayev qo'rg'ondagi qanchalik odamlar kelgan, Mamayev qo'rg'onda kimlar yotibdi, mana shu Volgogradda Stalingrad urushida bizni ham mana shu o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq mana shu barcha millatdagi SSR vaqtidagi davlatlarni fuqarolari kelib mana shu butun SSR uchun urush qilganlari va ularni xotirasiga bag'ishlangan mana shu nima deydi yozuvlar, ism familiyalari bilan joylashtirilgan nimalarga bordik. Bundan oldingi videosida ko'rishlaringiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri bordim Mamayev qo'rg'onga. Xo'sh, shu bilan birgalikda yana bir marta tabriklagan holda sizlarni yangilik bilan bo'lishmoqchi bo'ldim sizlar bilan. O'zbekiston temir yo'llari Rossiya va Qozog'istonga temir yo'llarini qayta tiklash uchun qaytadan yana xabar yubordi. Mana O'zbekiston направил обращение в Россию и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения. Xo'sh, bu bilan birga mana kompaniya O'zbekiston temir yo'llari направила обращение в Россию и Казахстан для возобновления международного железнодорожного сообщения. Об этом сообщили представители компании в ходе очередной пресс-конференции. Bu haqida o'zlari xabar berdi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatini mana shu Qozog'iston birinchi va Rossiyaga qayta temir yo'llarini tiklashni etapma-etap bu qilib qayta tiklashni so'rab yubordilar. Mana shu xatni mana hozirgacha faqat Rossiyadan poyezdlar ketib turibdi. Oyda 2 marta, o'tgan yil ko'proq edi. Bu yilda esa har oyda 2 poyezd ketib turgandi. В настоящее время Узбекистан темир yo'llari направил обращение с поэтапным на восстановление международных железнодорожных рейсов в железнодорожной администрации Республики Казахстан и Российской Федерации, отметил в компании. Представители Узбекистан темир yo'llari добавили, что данное обращение рассматривается компетентным государственным органом обоих стран и будет решено в ближайшее время. В ближайшее время. Tez orada, yaqin vaqtlarda bu narsani javobi chiqadi, yo rad beradi yoki bo'lmasam ruxsat beradi. Mana shu hech bo'lmasa temir yo'llar ochilishiga. Скорее всего, mana taxminim bo'yicha ruxsat beradi, chunki mana Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Garovoy 15-iyunda aytgan edik. 15-iyungacha mana shu Rossiya Federatsiyasida yurganlar tezroq qonuniylashtirib, patent olib, legal faoliyatlaringizni olib boringlar dedi-ku. Bundan bilinadiki, 15-iyun oxiri, undan keyin demak cho'zilmaydi va shu bahona mana shu chegaralar ham ochilib ketadi degan taxmin bor yozda. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Узбекистана, вывозим людей в приоритетном порядке. Что касается восстановления регулярных пассажирских перевозок, то мы проинформировали Минтранс России o zaprosi o'zbekiston stороны. Biza mana shu narsani hozir ko'rib chiqib, O'zbekiston transport vazirligi tomonidan aniq vaqtlarda bu narsalar ko'rib chiqiladi deyapti. Bu haqida mana shu сказал Белозеров на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым. По данным пресс-службы РЖД, грузовые перевозки между двумя государствами демонстрируют стабильную положительную динамику. Bizaga endi nima desam, odamlar borib keladigan taalluqli emas, bu yo'g'i endi mana shu грузоперевозки poyezdlarda yuk tashishlar haqida aytib o'tgan. 7 million tonna 2019-yilning o'zida yuk aylanmasi bo'lgan poyezdlarda O'zbekiston bilan Rossiyada. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, endi o'ylaymanki tez kunlarda mana shu narsalar ochilib qoladi va iyunning o'rtalaridami уже mashinada kelishlar ham ochilib qoladi degan yaxshi niyatlarimiz bor o'rtoqlar. Shunaqa qilib
Hammalariga sihat salomatlik tilaymiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.